Namanganga ketyapsizmi aka? Qalay ishlar? Charchayapsizmi? Sog'lik yaxshimi? Biraz tez yurarkansiz aka? Damasda kira qilish ham oson emas aka uncha, unaqa. Iloji yo'q a. Hozir ham 2-3 odam o'tib ketdi-da, qarasam oldi bo'shmas ekan. Oldi boshini. Oldi boshini ketdi. 3 ish qilasizmi? Nima? O'quvchilik qilaman, kira qilaman. O, gap yo'q ekan. O'z qaydansiz aka? 6-yilda o'qitasiz. Aka shunaqa holatlar ham bo'ladi. Borgandan keyin pulim yo'q edi. Pulim uyda qolib ketdi degan holatlar bo'ladimi? Bo'ladi. Yetgan kishi aytsa, Aka sal sekinroq yuravering, men o'linglar tushib qolaman. Aka, bitta gapni bekarga so'ramadim. Menda ham pul yo'q edi aka. Pul yo'q, to'g'risini aka. Pul yo'q edi. Bir vaziyat bo'lib qoldi aka. Duo qilib qo'yaman aka. Bo'ladimi? Instagramga video olyapti aka, pulimiz bor. Akamiz qay mushuk ekan aka. 50 ming so'm chin dildan. Ha, akam 5 ta oling. Akamiz haqiqatdan Damas legenda mana. Akamizning nomerlari mana. Damas legenda ekanligi. Akamizga bittadan like bosib qo'yamiz. Aka, omadingizni bersin. Sizdaqa insonlar ko'paysin aka.